chiqaryapti? Nima uchun yalamoqchi bo'ldi? Nima uchun brat bu mushukka ehtirosli qarash qilyapti? Men tushunmadim nima bo'ldi hozir. Ayollar erkaklardan krutoy deb srazu zakaz qilaman. Prosta so'ramanglar nima uchun mikrofon brendi bilan Infinix telefon odam nima chakkan sizlar, iltimos menga ham jo'natinglar. Npnx ochkili quyosh Apple, Samsung, Pixel va yana bir nechta brendlar telefon yaratish bo'yicha trendlarni belgilashadi hamda ko'pincha qolgan brendlar ularga dizayn va texnologiyalar bo'yicha taqlid qilishadi. Shu jumladan promo va reklama bo'yicha ham hammalarida jiddiy svet, dramatik musiqa va sifatli syomka. Ammo bular ichida Infinix katta brendlarga taqlid qilish o'rniga o'z qarg'ish tekkan yo'lini tanladi. Agarda ularning reklamasini ko'rsangiz, tomingiz ketib qolishi aniq va bu hazil emas. Xullas do'stlar, mana o'sha reklama faqatgina yana bir bor qaytarib o'taman. Bu tomni ketkizib qo'yishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar va boshladik. Nima noto'g'ri ketishi mumkin? Tasavvur qilinglar. Nima shunchaki telefon o'ynashyapti. 3 kishi telefon o'ynayapti. Okey, va hozir 1 2 3 va nima? Umid qilamanki, kursga ulgurdinglar. Mediatek Dimensity 7100. Aytishingiz mumkin, nima bu deb. Bu mana shu telefonda turgan protsessor. Nima uchun bu opa bu protsessorni ustiga divan qilib o'tirib oldi? Nima uchun bu protsessor divan mashinaga aylanib uchib ketyapti? Men bilmadim do'stlarim. Bu savollarga javob topa olmadim. Agarda sizlarda bo'lsa, yozib qolishingiz mumkin. Yozib qoldiringlar. Men albatta o'qib chiqib tushunishga harakat qilaman. Meni tushunishimcha bular aytmoqchiki, ya'ni shunchaki protsessor krutoy, ya'ni krutoy tezkor divan deyishmoqchimi, bilmadim. Men aqlimga sig'mayapti. Va opamiz ketyaptilar. Aha. Okey, va nima bo'ladi oxirida? Hozir. Xuddi shunday men ham ko'rgan edim bu reklamani, lekin men oxirgacha ko'rganim yo'q. Bunaqangi reklamalardan hali tiqilib yotibdi. Hammasini ko'rib chiqamiz, lekin ehtiyot bo'linglar. Endi o'ylab ko'ringlar. Oxirida qanday dahshatli aqldan ozdiradigan reklamalar bo'ladi bundan battar. Bu yana birinchisi hali. Va mana divanda o'tirgancha marrani kesib o'tdilar. Yes, yutqazdi. Menimcha bildim nima uchun yutqazganlarga qolgan mana bu ikkita yigit. Deyapti. Bu yerda shunchaki birinchidan ayollar erkaklardan krutoy deb. Agarda ayol kishi plus Infinix telefoni bo'lsa, X2 krutoy bo'ladi degani va rasvo stol. Meni ham ish stolim deyarli shu holatda. Okey. Brat nima qilar ekanlar hozir? Xo'sh. Galereyada shunaqangi funksiya bor. Galeriya AI degan programmasida narsalarni olib tashlasa bo'ladi shunday qilib. Va Okey. Bitta reklama oldin ayollar krutoy deyishgandi, endi esa baqirroq, shang'illoq. Infinix marketologlari menimcha o'zlari bilan o'zlari urushib qolishgan bo'lsa kerak, xuddi menga o'xshab. Va udalit qilib tashladi xotinini. Srazu zakaz qilaman. Prosta meni pulimni so'ramanglar nima uchun mikrofon brendi bilan bunaqa narsam turibdi. Xullas, hamma pulimni berishga tayyorman. Odamlarni kesib tashlasa bo'ladigan, ya'ni xullas tushundinglar. Menga ham kerak bitta. Yo'q. Do'stlar, bu reklamani tushundim. Ya'ni aytmoqchiki, qanchalik sun'iy intellekt krutoy bo'lmasin, baribir ham hayotni o'zgartira olmaysan deyapti. Ya'ni virtual qaramlik. Ya'ni virtuallikda qolib ketma, hayotingni to'g'rila deyishmoqchi bu yerda. Ya'ni aytayapti, mana bu sun'iy intellekt senga ko'rsatib berdi ideal hayot qanday bo'lishini, sen ham harakat qildi. Ajrashib ket, stolni tozala. Zo'r do'stlar, ajoyib qadriyatlar, qo'llab-quvvatlayman hammasini. Excellent creativity at your fingers. Fingerprint, fingertip, okey. Nima? Stop. Infinix telefon super odamni bilaman, urgumchak odamni bilaman, temir odamni bilaman. Endi esa
Infinix telefon odam. Infinix marketologlari sizlardan bir narsani so'rayman, faqat to'g'risini javob beringlar. Nima chakkansizlar? Iltimos menga ham jo'natinglar. Absolut sinema shedevr bu telefon odam. Ya'ni nima bo'lyapti hozir? Brat bilan opamiz yozishyaptilar va xabarlar Infinix telefonga kelyapti. Infinix telefon odam. Endi bu bilan yashashingizga to'g'ri keladi. Infinix telefon odam. Boya boshda aytib o'tdim-ku, u reklamalarni unutib yuborasizlar. Mana bu Infinix telefon odam reklamasi esa unutilmaydi. Bu butun umrga qolib ketadi. Infinix telefonlari odamlarni birlashtiradi demoqchi. Infinix telefonlarida yangi funksiya qo'shiladi yaqinda. Sun'iy intellekt orqali xabarlashuv. Menimcha bu yerda shunga namyoq berishyapti, ya'ni odamlar endi bemalol gaplashishlari mumkin degan holatda birlashtirib turadi istalgan burchakdagi odamlarni bepulga. Infinix telefon endi esa bir-birlariga selfie jo'natishyapti. Yaxshiyamki, Infinix telefon odam endi oila a'zosiga aylandi. Qoyil. Cho'qintirgan otasi, mafiyada bor-ku cho'qintirgan ota. Bu yerda ham cho'qintirgan ota. Infinix telefon odam. Define bankasi, Infinix telefon odam. Keyin nima bilmadim, Samsung robot xotin. 3 yil nima? 3 yil update boyagi XOSni yangilab berishar ekan. 3 yil va yana 5 yil xavfsizlik patchlari, batareykani ham yangilashmoqchimi, almashtirib berishmoqchimi va qo'liga sertifikat berdi kompanion. Qo'yil do'stlar, bilasizlarmi, menda qizil diplom bor, kompyuter injenerlik bo'yicha. O'ylashimcha, undan ko'ra mana shu sertifikat ancha-muncha baland bo'lsa kerak. Ya'ni masalan, telefonni sotganimda mana shunaqangi sertifikati bor, ya'ni u juda ham krutoy telefon odam deb sotishim mumkin bo'ladi. 5 yil davomida zo'r ishlab beradi. Okey. Infinix, Npenix. Nima bo'ladi? Strelka burilishi kerak. Tushunmadim, nima bo'ldi hozir? Nima? Xo'sh, opa ketyaptilar, nimagadir kartonli telefon turibdi yonida. To'g'risida navigator, menimcha navigator bo'lsa kerak va quyosh ko'zini olyapti. Ochkili quyosh va strelkani urib yubordi. Okey. Avariya bo'ldi va tak stop. Aytmoqchisizlarki, avvaliga telefon odam, endi esa strelka odam bilan quyosh odam. Yana strelka odam yerda yotibdi, bechoragina oyog'ini ushlab, mana bu opa esa kartonli mashinada, quyosh esa bilmadim deyapti. Quyosh aynan o'sha do'sting har doim qiliqni qilib qo'yib, bilmadim deb o'tiradigan, xuddi quyosh ham xuddi shunday. Va nima maqsad, nima uchun quyosh bu opani mashinasini ko'zini olib avariyaga uchratdi? Tak stop. Opani mashinasida ketyaptimi? Mana bu narsasiga qaranglar, mana bu spoilermi, nima bu? Tak, qani boshga qo'yaylik-da. Da, do'stlar, mana opaniki ham bor. Okey, qani bu yo'rog'iga o'tsak. Xo'sh. Da. Strelka odam bilan quyosh birga ketyapti. Qayoqqa ketyapti bular? Ya'ni sizlar aytmoqchisizlarki, strelka odam bilan quyosh odam birgalikda til biriktirib, mana bu opani nima desam ekan, podstavить qildilar va mashinasini tortib oldilar. Nimalar bo'lyapti? Infinix aqlingiz joyidami? Infinix, men buni qanday tushunishim kerak? Masalan, men sotib oluvchi bo'lsam, xaridor bo'lsam qanday tushunishim kerak? Okey, davom etamiz. Xo'sh, nima bo'lar ekan dalishi? Va yana telefon. Excellent clarity, yorug'likda ekran yaxshi chidab beradi, deyapti. Nitlari baland bo'lsa kerak. Infinix. Okey, qanday davom ettiramiz va okey, bratlar o'ynashyapti, PUBG o'ynashyapti shekilli va bir-biriga qarashdan bilsa bo'ladiki, aniq eng zo'r gamer PUBGchilar va dedim o'ynashyapti, lekin ustlariga nima uchun harbiy kiyim paydo bo'lib qoldimi? Arena Breakoutmi bu yoki Delta Force'mi bilmadim. Nimaga bunday qilib qo'ydi? Nimaga, ya'ni hozir men seni M4 bilan yorib yuboraman degan bo'lsa kerak. Okey.
qaysi o'yinda go deydi. Men do'stlar bilasizlarmi, Infinix'ni ustidan kulmoqchi emasman, shunchaki tushunmayapman nima bo'layotganiga. Qanaqadir metro, mana bu ikkita brat harbiylarga aylanib qolishdi. Balki bu bilan aytishmoqchidirki, o'yinning ichiga chuqur kirib ketasan, shunchalik telefon zo'r, ovozlari, ekranlari demoqchi bo'lyapti. Tushunyapman, lekin nima uchun bunaqangi g'alati tilda yetkazmoqchi bo'lishyapti? Brat, nimaga glitch matrica buzildi? Okey. Menimcha qotyapti shekilli ping. Menimcha bular O'zbekistonda bo'lsa kerak. Mana endi esa PUBG o'ynayaptim, bilmadim, tushunmadim. Okey, buni telefoniga qaranglar. Xullas, bu Infinix'li bratimiz. Bunisida esa ko'ryapsizlarmi, qanaqadir Honor bo'lsa kerak yoki o'sha Infinix'ning o'zining qanaqadir iPhone'ga o'xshash oddiyroq telefoni. iPhone oddiyroq emas, prosta iPhone'ga o'xshaydigan oddiyroq telefon kopiya qilib chiqarishgan-ku, slabroq, o'sha bo'lsa kerak. Chunki mana bu oq panarni o'rnida kamera o'rnida panar turganidan bilsa bo'ladi, iPhone kopiyasi faqatgina arzonroq brenddan. Maqtanib qo'yishlarini-chi, mana bunday qildik. Gap yo'q. Infinix marketingiga 10 dan 10 ball. Pulimni olinglar, menga boyagi xotinlardan o'chiradigan telefon bersangiz bo'ldi, hazillashdim. Ayollarni hurmat qilaman. Bratimiz hali ham ping bo'lyapti. Va nima uchun Ikerni qo'yishyapti? Nima boshqa muzika yo'qmi? Brazilskiy funk qo'yishsan. Chapes Beauty. Aperanke. Agar Infinix'ga ishga o'tsam, Infinix'ga ishga o'tmoqchiman agarda u yerda shunaqangi ishchilar bo'ladigan bo'lsa. Yomon emas. Okey. Va telefonlar Samsungmidi? Va Infinix'lar chiqib keldi. Do'stlar, yana o'sha yashil krutoy Infinix. Aniq iPhone 7 ga o'xshamaydi. Nima desam ekan, aldamasam o'lay agar. Kiyimga mos. Manbet aytadi-ku, qaranglar, izumrud rangidan. Yo'q, izumrud rangidan ko'ra ochroq. Ochroq. Shuni aytish shartmidi? Gap bo'lishi mumkin emas. How long can to stand lost? Nima? Menimcha bu yerda batareyka haqida bo'lsa kerak, kuchni qanchalik saqlab tura oladi deyapti, hamma mayli. Zaryad tutib qolmadi bratimizni. Okey, eski iPhone. Eski iPhone'larni tushunsa bo'ladi, 10-11lar. Bu yerda realizm 10 dan 10, даже prinsessani videolaridan ham ko'ra realizm ko'proq. Даже quyoshli odam ochkida bo'lsa ham. Yana bitta iPhone. Yana menimcha ustidan kulishsa kerak. Hozir oxirida bilmadim, 7,5 ming yoki 6,5 ming mAh batareyali telefonlarni ko'rsatishadi. 8 soat video. 8 soat video iPhone ko'rsatadimi yoki bularnikimi? Yetmayapti. Yetmay qoldi. Yana boyagi bratimiz TDMchi brat chiqib keldilar. Mana shu TDMchi bratni men shaxsan fanatiman, chunki krutoy. Ancha soat. Aytdimki 6,5 ming mAh. Zo'r do'stlar, 6,5 ming mAh. Lekin Honorda 7,5 ming. Ammo Honor bundan ko'ra kuchsizroq Infinix olinglar, Honor olmanglar. Menda Honor bor va X8 dan ham ko'rdim. Maqtab yotishibdi-yu, lekin pulga arzimaydi. Uni o'rniga Infinix 0 olgan yaxshi. Topsa bo'ladi 200-250 dollarlarga, OLX'larda ancha. Xullas, sotuvchilik qilmay kelinglar, davom ettiramiz. Qanchalik chuqur diving to stories hikoyani ishga qanchalik chuqur sho'ng'ib ketishing mumkin deyapti. Ya'ni bu ham pogrujeniya haqida. Wow. Brat gigacha degan-ku, buni qaranglar. Xo'sh. Bratimiz ana shu storyni hikoyani ichiga shunchalik chuqur sho'ng'ib ketgandiki, metro to'xtab xalaqit berib qo'ydi. Okey, va yana sho'ng'ishni boshladilar va nima uchun bular
qarashyapti. Bir men bor edi-ku, metroda qarab o'tiradi, xuddi shunga o'xshab. Ha do'stlar. Buni qanday tushunishim kerak? Mana to'g'risini aytinglar yoki men balki biror nimani tushunmasman, lekin mana buni tushunmasligim aniq. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima demoqchisizlar shu bilan? Nima uchun mushuk ekrandan chiqib kelib, tak stop, men hozir sho'ng'ishim kerakmi yoki telefonning ichiga, ya'ni virtual olamga men sho'ng'ishim kerakmi shunday yoki virtual olam real hayotga sizib chiqish kerakmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Nima uchun mushuk chiqib tilini chiqaryapti? Nima uchun yalamoqchi bo'ldi? Nima uchun brat bu mushukka ehtirosli qarash qilyapti? Men rostini aytsam adashib qoldim, уже hammasiga adashib qoldim. Telefonli odam, qanaqadir achkili quyosh, bechora opani mashinasini tortib olishdi, musodara qilishdimi, bilmadim nima bo'ldi, shantaj qilib tortib olishgandir balki. Xullas, Infinix Cinematic Universe, ha do'stlarim, Marvel olamlari prosta buni oldida o'zlarini osib yuborsa bo'ladi. Mana bu Infinixni multi olamlariga obuna bo'lishimiz kerak. Mana nima uchun bunday qilyapti? Nima hozir bu hikoyaga sho'ng'ib ketdimi yoki hikoya real hayotga sizib chiqqaniga hayron. Nima uchun bunaqangi qilish qilyapsiz brat? Deb masalan mana men ham bankamni yoqtiraman. Fifine bankasi, like bosinglar, mana krutoy banka do'stlar. Banka uchun like. Tak stop. Hozir mana bu detalga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yerda popkorn yeb o'tirdi. Bu yerda esa уже qanaqadir mushuk kormini bu yerda ham rostini aytsam tushunmadim. Ya'ni shunchalik hikoyaga chuqur sho'ng'ib ketdiki, nima qilayotganini bilmay qoldimi? Bu plyusmi yoki minusmi bilmadim. Balki hikoyaga sho'ng'ib ketib, birovni o'ldirib qo'ysamchi, unda shunda Infinix aybdormi yoki hayotga sizib chiqqan hikoyami? Mushukam o'tiribdi. Qo'yib yuboringlar meni iltimos deb. Mana bu hola bilan tog'ayam bilmasam umrida yaxshi displey ko'rishmaganga o'xshaydi. Tak. Nima uchun bunday bo'lyapti? Menimcha bu opamiz boyagi chol bor edi-ku, yuzda kulib turib, lekin ichidan og'riq his qilyapti. Shuni nabirasi bo'lsa kerak, chunki nima qarash bu? Bilasizlarmi, odamlarning ustidan kulishni istamayman, lekin men kulmoqchi emasman. Nima uchun bunaqangi g'alati o'ynash qilishyapti? Nima savol bermaslik kerak do'stlar. Infinix reklamasini, prinsessani, videolarini ko'rayotganda savol bermaslik kerak. Demak bu prosta yozib bo'lgan ekanda. Okey. Yangi funksiya bo'lsa. Yo. Nima uchun? Birinchidan bu yigit menga qaysidir o'zbek aktyorini eslatyapti. Ikkinchidan esa nima uchun yuzini bunday deb og'riqli kulish qilyapti? Ya'ni bilasizlarmi, bu qachon bunaqangi reaksiyani ishlatishadi? Ya'ni masalan, uzoq vaqtlar bo'lib ketgan xotirani eslab, ya'ni yaxshi vaqtlar edi, afsus, o'sha hikoyadagi odamlar o'lib ketdi deb eslashganda, bu bratimiz bilmadim, Infinix, men internetga yig'lash uchun kirganim yo'q. Yo, what the hell? Ana endi tamomsan deyishyapti. Bilasizlarmi, men yoshligimda xullas bir mini futbolga borgan edim do'stlarim bilan, qanday do'stlarim bilan, sinfdoshlarim bilan. Xullas u yerda bir yigit bir qizni ismini, xullas sevgan qizni ismini yelkasiga tatuirovka bilan tushirib olgan edi va hammaga baxtlanardi. Keyin o'sha qizni akalari kelib xuddi shunday yelkasiga qo'lni qo'yishdi-da, zajgalka bilan terisini kuydirib tashlashdi. Ya'ni sen nimaga singlimizga bunaqangi prikollar qilyapsan deb, xullas xuddi shunaqa holat bo'lyapti. Deb u yigitdan maqtanib o'tirganda, mana men uni sevaman, rostdan ham Romeo Juliet tug'ilgandan o'lgangacha muhabbat deb, keyin esa akalari kelishdi va romantika buzildi. Bu endi nima bo'ldi? Bu nima bo'ldi?
bilmadim nima uchun, nima sabab, nimaga bular o'lganni kundan atashyapti. Boss yuzi bilan kirib ketsin. U yerda simmi yoki tortni tikka ushlab turish uchun bo'ladi-ku. Ana shunga yuzi bilan kirib ketish kerak edi. Nima uchun bunday rahm bilan hey qattiqroq otarish kerak. Yana I care deb fonda mana bunaqangi muzikani qo'yib olishgan. Bularni orientatsiyasiga, genderiga meni bir ikkita savollarim bor. Nima bo'ladi, nima uchun? Menimcha shunchaki xushvaqt, xushchaqchaqlikni propaganda qilishmoqchi, lekin taksiga chiqyapti, ayniqsa Men sizlarga aytgandim. Qancha uzoqqa borsak bu xuddi aysbergga o'xshaydi. Birinchisida ana bu bechora Mediatek kresloyimiz edi. Endi pastda esa mana bu o'rtasida, bu pastda bilmadim nima chiqib keladi, lekin men hamma narsaga tayyorman уже. Infinix Note 40. Беспроводной зарядка. Teri chiqib qolganga o'xshaydi. Zaryadka tugadi. Qo'lini chopib tashladimi? Mana buni to'g'risini aytaman, buni kutmagandim. Men shokdaman, lekin bo'layotgan sahnadan emas, telefon reklamasida kimnidir qo'lini uzib tashlashdi. Telefonni zaryad tugamagani uchun qo'lini uzib tashlashdi. Nima uchun? Mana bu bratimiz masxarabozni sochini kiyib olgan. Men savollar ko'p, lekin javoblar yo'q. Demak bu manyak faqatgina telefonni zaryadi tugaganlarga hujum qilar ekan. Umid qilamanki men ham telefonlarimni, Infinix telefonlarimni zaryadi to'la bo'lsa kerak. Sizlarga menga bir nimani eslatyapti bu. Buni tak hozir. Mana bunga bir nima bular kelib Ucell ofisida olishganmi? Nima uchun bu yerda buncha ko'p binafsha rang? Yo'q do'stlar, Ucellga qarshiligim yo'q, prosta juda ham tanish ko'rinyapti. Tak, boya Quyosh opani mashinasini tortib olganda, endi esa telefonni, keyin xotinini tortib oladi kimnidir. Mana bu boyaga gigacha brat bor edi, shuni xotinini tortib oladi. Qo'lni chop tashlamagani uchun ham rahmat. Ha do'stlar, qo'lni chop tashlamadi. Shunisiga respect. Sigma moment. Tek chergidich ve bilmadim, inglizchani bilmayman. Prismarine Man, agarda bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, umid qilamanki ko'ryapsiz. Bilaman, IELTSingiz 9.9. Buni mendan yashira olmaysiz. Tarjima qilib bering, men tushunmay qoldim. Mening miyam achib ketdi. O'sha yaqinda mana bu naushnikni yechsam oqib tushadi qatig'im bilan. Quloqni teshikka sig'armikin? Mana bu уже yomon emas. Syomkasi yaxshi, tsvetakor. Qiziq nima bo'lishi mumkin ekan? Quiz rush. Xo'sh. Savol javob. Va 5 4. O'tib tashlashlarini ko'rsatishsa, men butun umrga Infinix fanati, shundoq ham fanatman, lekin butun umrga aniq Infinix fanatiga aylanaman. Buni qara, hattoki kostyumlarni ham qilishgan. Ko'ryapsizmi, mana bu opamizni kiyimini ko'kragida logotip turibdi. Mana bu logotip Infinix AI ning logotipi va yomon emas, yaxshi harakat qilishgan. Va Infinix Kalmar o'yinda telefon ishlatish mumkin, okey. Mana do'stlar, Kakiyon bozoridagi Makiyon. Kalmar o'yinining 3-4 yangi qismi bu. Yangi sezonga spoiler. Ask about everything on your qanaqadir muammo haqida gapirdi, okey. Va muammo hal qilindi sening barmoqlaringda. Yo do'stlar, behazil bu menga yoqdi. Bular hozir imtihon qilishyapti, shug'ulla shunga tayyorlanishyapti va imtihonda telefon ishlatish mumkin emas axir. Hozir bu yerda nima bo'lyapti yoki tayyorlanishyapti? Orqada kitoblar turganiga qaraganda tayyorlanishyapti. Demak, mayli, to'g'ri. Imtihonga tayyorgarlik bu xuddiki Kalmar o'yiniga o'xshaydi, lekin nima uchun unda boya Kalmar o'yindagi personaj
bratni olib chiqib ketib qoldi. Bilmadim, tushunmayapman. Yoki men to'pmayman, yoki Infinixni marketologlari prinsessaga o'xshagan videolar olishadi. Infinix Note 50 Pro Plus 5G Plus. Siz aytish. Xo'sh. Kriminal drama. Telefon, okey va do'stlar, agarda hozir shu orqali kamerani qo'ldan keladigan narsalarni ko'rsatishsa, shunga o'xshayapti, chunki birda turgan edi, hozir 0.6 qilib sal kattaroq qilib ko'ryapti. Menga yoqyapti do'stlar. Kutmagandim. Rasmga olib oldi va xo'sh, yaqinlashtirish yomon emas. Keysning ichida Infinix telefon turibdi. Ya'ni detektiv hozir bularni Infinix telefonda olyapti va keysning ichida ham Infinix telefon turibdi. Tarantino darajasidagi yo'q, Tarantino prosta shundaki chekada turib chekib turibdi. Nolan darajasidagi sujet burilishlari, detallar gap bo'lishi mumkin emas. Va Super Night rejimida oldi, shunga yorug'roq chiqdi. Infinix 50-Avenue, Infinix 50-seriya, Sunset Boulevard, Quyosh botish bulvardi. Menimcha boyagi anavi ahmoqona quyosh bor edi-ku, achkiligi. Shunga belgi bo'lsa kerak, bu yerga o'tmang deb ustidan qizil chiziq chizib qo'yish kerak, borish mumkin emas deb mashinangizni musodara qilishadi. 25 o. Absolute Cinema. Do'stlar, mana bu yerda behazil zo'r bo'ldi. Ya'ni hozir bu detektiv anavi kriminal qilayotganlarni mana shu telefonda oldi. Keyin esa mana bu telefonda o'sha detektivni boshqa detektiv olyapti. Bu aqlga sig'maydi. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Like do'stlar, Infinix Note 50 ni mana shu versiyasi afsus O'zbekistonda yo'q, aks holda sotib olgan bo'lardim. Hozirda menda Infinix GT30 Pro bor. Bu gaming modeli, kuroklari borligi uchun yonda mana bosib o'ynaydigan, shuning uchun zo'r narsa, unga ham obzor qilish kerak. Note 50 Pro Plus 5G. Performance by Decision. Nima deyishim kerak? Mana nima deyishim kerak? Bunga ya'ni divan opani quvib ketyapti. Yana Eminem o'rganning. Infinix reklamasida Apple Watch, okey. Tak, stop, demak bu hozir shunda Apple ning reklamasimi?